Agar deydi Alloh taolo, agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni, ma'siyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilishsa edi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarning menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimni, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimni bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'ladi? Banda Alloh taologa qaytib, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi, qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astaidu billah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Va barchangiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqingiz. Qiyomatdan qo'rqinglar. So'ngra har bir jonga qilgan amali uchun to'la jazo beriladigan va hech kimga zulm qilinmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin, hammamiz musulmonmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohning borligiga iymon keltirganmiz. Hammamiz jannatni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalariga yetishlikni xohlaymiz. Hammamiz do'zaxni yomon ko'ramiz. Do'zaxga kirib qolishlikdan, do'zaxga ahil bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh tilaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizni foydamiz ekanligini bilamiz. Bilamiz, shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz, amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz, ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz, ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Tanish manzarami? Bo'ldi, ertadan boshlab bomdodni masjidda o'qiyman deysiz. Bomdodda o'qiysiz, ertasi kuni o'qiysiz, keyin yaxshi bo'lib qolasiz. Ish to'xtab qoladi. Oxiriga yetkaza olmaymiz. Maqsadimizga yeta olmaymiz. Xohlaymiz bironta bir gunoh qilmaslikni. Xohlaymiz Allohning chegaralari, hadlarini buzmaslikni. Lekin doimo bunga qodir bo'la olmaymiz-da. Kitob o'qishini fazilat haqida ma'ruza eshitdingiz. Kitob insonning aqlini o'stirar ekan. Qayroq tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz va qasd qildingiz. Bo'ldi. Ertadan boshlab albatta kitob o'qiyman. Yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob ham olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, keyin nima bo'ladi? Tanish manzarami? Bo'ldi. Kechki paytda yeyilgan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti buni, doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi, 6 dan keyin kechki paytga, 7 dan keyin ovqat yemayman deysiz. Bir kun yemaysiz. 2 kun yemaysiz. Ya'ni bizni deydi sharoitimizda, o'zbekchiligimizda qiyin ekan domla. Somordagi oshlarda hammasi kechki payt ekan. Bo'ldi. Dushanbadan trenajyorniy zalga chiqaman. Seshanbadan stadionga chiqaman. Chiqasiz bir hafta, 2 hafta. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri aytyapmanmi? Qo'llab qo'yinglar. Hammada bo'lganmi? Qolganlar harakat ham qilmaganmi, ko'tarmayotganlar-chi? Bular harakat ham qilmagan, demak sizlarga tegishli emas. Ma'qul ko'targanlarga tegishli ma'ruza. Demak sizlar ishlanmagan, sizlar hech qachon bu narsani qila olmasliginglarga, e'tiqodinglar mustahkam, shunday qolaveringlar. Birodalar, bu mavzu juda o'ta muhim mavzu. Tavfiq mavzusi.
Soddaroq qilib aytaymi, tavfiq nima? Mashinaning roli bormi? Motor har qancha kuchli bo'lsin, mashina har qanchalik yangi bo'lsin, hadovoyi moshniy bo'lsin, rol ishlamasa u foydasi yo'q, bir siqim temir. Uni kuch bilan bir 300 ta, 400 ta ot kuchi mana shu ishlab turibdi, qaysi tomonga bossiz tortaman deb turibdi. Agar siz aytgan tomonga yurmasa, u mashina sizga kerakli narsa bo'lmaydi. Tavfiq ana shu rol. Ma'qulmi? Yana ham soddaroq misol aytaymi? Tavfiq nima? Haligi bolangiz endi tikka turib yurishni boshlaganda, haligi 5 ishchilar qiladigan arava bo'ladi. 4 ta g'ildirakli roli yo'q. 2 ta g'ishtni solib qo'yasiz. 2 ta g'ishtni itarib ketyapti. U bola faqat oldiga yura oladi-da. Shunda siz turib g'ildirakni turtib qo'yasiz oldini. 5 gradus, 10 gradus burib turasiz, chuqurga tushib ketmasdan to'g'ri yo'lga chiqib oladi. Agar tek qo'yib qo'ysiz, borib devorga taqalib qoladi yoki chuqurga tushib ketadi. Tavfiq o'sha g'ildiragini tep-tep to'g'ri tomonga burib qo'yish. Bo'ldi. Qasd qildim. Haftasiga 2 marta albatta zalga boraman deydi. 3-4 kundan keyin eski holatiga qaytib qoladi. Tanish manzarami? Bu juda ko'pchiligimiz ustida bor bo'lgan haqiqat. Nimaga shunaqa bo'ladi? Bir qarasangiz, aql xushingiz joyida. Qilmoqchi bo'lgan ishi sizni foyda ekanligiga aniq ishonasiz. Ikkilanmaysiz, boshlaysiz. Oxiriga yetkiza olmaysiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Nima qilsak, mana shunday bir xayriyatli ishlarni davomiy suratda bajarib maqsadimizga yetamiz. Qanday qilsak, gunohlardan osonlik bilan tiyilamiz. Bizga bu narsa uchun nima kerak? Mana shu narsaga yetish uchun bizga nima kerak? Bizga tavfiq kerak. Allohdan bo'lgan tavfiq. Agar Allohdan bo'lgan tavfiq bo'lmasa, biz ko'zimizni ochib yumishga ham qodir bo'lmaymiz. Og'zimizdagi tupurgimizni ham yuta olmaymiz agar Allohning tavfiqi bo'lmasa. Mana 5 mahal namoz o'qiymiz. Har namozimizda Fotiha surasini o'qiymiz. Ihdinas sirotal mustaqim deymiz. Parvardigor bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. Nima? To'g'ri yo'lda emasmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'ldamiz, islomdamiz, iymondamiz. Lekin nimaga doim o'qiymiz buni? Chunki Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lga boshlab turmasa, to'g'ri yo'lda turishingizga tavfiq bermasa, o'zi qo'llamasa, yo'lamasa, siz ko'z ochib yumgunchalik muddatdan ozroq muddatda adashib ketib qolasiz. Agar Alloh taoloning o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlamasa, o'zimizni holimizga tashab qo'ysa, holimizga voy bo'ladi. Agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, adashib ketishligimizda shak shubha yo'q. Biz bu yerda tavfiqni ta'rifini o'qiymiz. Tavfiq haqida ummatning ulug'lari aytgan so'zlarini o'qiymiz. Va nima qilsak, tavfiq egasi bo'lamiz. Tavfiq nima? Tavfiq so'zining lug'aviy ma'nosi. Lisonul arabda aytiladi: "Vaffaqahullohu subhanahu lil khayr, alhamahu va huwa minat tawfiq." Alloh uni yaxshilikka muvaffaq qildi, uni yaxshilikka ilhomlantirdi. Mana shu narsa tavfiq deyiladi. Alloh sizni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga yo'llab qo'yishi, ilhom berishi tavfiq deyiladi. Mu'jamul Vasitda keltiriladi: "At-tawfiqu minallohi lil 'abd saddu tariqash-shar va tashil tariqil khayr." Alloh tomonidan bandaga bo'lgan tavfiq yomonlik yo'lini to'sib, yaxshilik yo'lini oson qilishlik. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq hidoyat qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, yordam. Tavfiq qo'llashlik va muvaffaqiyat. Tavfiq yomonlik yo'lini to'sish, yaxshilik yo'lini osonlashtirish. Vaffaqahulloh, Alloh uni muvaffaq qildi. Tavfiq berdi. Nima degani? Yo'l yo'lini Alloh taolo ochib qo'ydi. Alloh unga tavfiq berdi deymiz. Ya'ni ana shu tavfiq olgan odamni shu ishni qilishga ilhomlantirdi, qadamlarini to'g'riladi va intilayotgan
ishlarida muvaffaqiyatga yetkazdi. Tavfiq bu haqni bilishlik. Alloh tavfiq bergan odamgina haqni taniydi. Endi haqni tanib qolishlikni o'zingizlar komil tavfiq emas. Chunki haqni tanib turib amal qilmaslik ham mumkin-da. Tavfiqning komil ko'rinishi haqni taniysiz va unga amal qilasiz. Demak, tavfiq so'zi umumiy suratda iymon, amal, taqvo, Allohning roziligi, baraka va hamma yaxshiliklarga bo'lgan ilhom. Biz birodarlar tavfiq deganda umumiy insonni Allohning roziligiga olib boradigan ikki dunyoning xayriyatlarini qo'lga kiritishlikni nazarda tutyapmiz. Xo'p. Tushunarli bo'ldi tavfiq. Endi savol bor. Kofirlar ham bu dunyoda ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Ularga ham ilhom berilyapti. Ular ham ko'zlagan maqsadiga yetishyapti. Ularniki ham tavfiqmi? Yo boshqa narsami? Qarasangiz, ayni tavfiq, chunki bular ham ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Kofirlarni mana shu dunyo maydonida qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ham tavfiq desak bo'ladimi? Ya'ni qarasangiz, dunyoda hamma xayriyati bor ularning qo'lida. Dunyo xayriyatlardan foydalanishida ular hammadan peshqadam. Boyligi bor, sog'ligi bor, mansabi bor, quvvati bor, boshqa shunaqa ne'matlari bor. Ular ham tavfiqmi? Yo'q. Biz nazarda tutayotgan tavfiq bu emas. Chunki dunyo maydonidagi muvaffaqiyat boylik bo'ladimi, mansab bo'ladimi, shuhrat bo'ladimi, aql bo'ladimi, tadbir bo'ladimi? Bular Allohning taqdiri bilan sodir bo'laveradi. Ya'ni Alloh taolo ana shu kofirni, Alloh azza va jalla ana shu kofirni boy qilishda taqdir qilgan, boy bo'laveradi. Ammo biz aytayotgan tavfiq bunaqa emas. Alloh odil zot. Dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishlik uchun qanday sabablarni qilish kerak? Kim shu sabablarni qilsa, Alloh uni muvaffaqiyatga yetkazaveradi. Iymoni bormi, yo'qmi farqi yo'q. Dunyo maydonida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyatni qanaqa sababini qilishingiz kerak? Shu sababni qilsangiz, beraveradi. Biz aytayotgan tavfiq Allohning roziligiga olib boradigan, ikki dunyoning saodatiga sabab bo'ladigan ishlarga yetishlik tavfiq bo'ladi. Demak, dunyo maydonida kofirlarning qo'liga kelayotgan xayriyatlar tavfiq deyilmaydi. Men namoz o'qimasam ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Eshitamiz-a shunaqaga. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak, taqdir bu. Allohni tanish, uning buyruq va qaytarg'ilarini bilish va ana shu buyruq qaytarg'ilarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. To'g'ri-da. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi 8 milliard dollar qoldirib. O'sha yashayotgan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs desa bu muvaffaqiyatning simvoli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Hamma havas qildi, "O" dedi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon osti bezini raka bilan ketaverdi. Endi quruq ketdi u yoqqa. Tavfiqmi bu? Tavfiq Allohni rozi qiladigan amallarga muvaffaq bo'lish. Allohni rozi qiladigan ishlarni qilishlikka yo'l ochilishi biz aytayotgan tavfiq bo'ladi. Bandani ikki dunyoda ham saodatli qiladigan tavfiq bu taqvo va solih amallarga bo'lgan tavfiq. Nima uchun kofirlarga berilgan mana shu dunyo matohi tavfiq deyilmaydi? Chunki Alloh taolo bu dunyo matohini musulmonga ham, kofirga nima qiladi? Beraveradi. Sababini qilsa beraveradi. Dalil? Astagfirullah.
kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhissalom dedi Alloh taolo Qur'onda. Bu dunyoda odamlarning barchalariga, hammalariga, mana bu mo'minlarga ham, anavi kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Dunyo maydonida beroradi hammaga. Endi o'ylab ko'ring, agar dunyo maydonida faqat mo'minlarga ne'matlar berilsa, kofirlarga hech narsa berilmasa, unda narigi kofirlar ham o'sha ne'mat uchun mo'min bo'lib ketardi-da. O'shuning uchun ey bandalarim deydi Alloh taolo, berganim mukofot emas. Bermaganim jazo emas. Berganim sinov, bermaganim shifo. O'shuning uchun bir odamni ikkinchi odamdan qadr qiymatini belgilayotganda musulmonlar boyligini birinchi o'ringa qo'ymaydi. Iymoni, amali, taqvosi, solih amallarga qarab turib, bizdan balandroq bo'lsa, demak shu odam Allohga yaqinroq, bizdan yaxshi deymiz. Garchi kambag'al bo'lsa ham. Lekin biz odamlarda, aksariyatda hozirgi odamlarning ko'pchiligini kallasida Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini kofirlarni bu dunyoda qo'lga kiritayotgan boyligi, sog'ligi, mansabi, peshqadamliklari nima ekan? Allohning taqdiri ekan. Bu dunyo matohini Alloh mo'minga ham, kofirga ham beraverar ekan. Tavfiq emas ekan bu. Balki istidroj bo'ladi, birodarlar. Kofirlarni bu dunyodagi muvaffaqiyati tavfiq emas. Taqdir, Allohning taqdiri yoki istidroj bo'lishi mumkin. Har qancha gunoh, ma'siyat, fisq, fujurga kirsa ham Alloh taolo kasal ham qilmaydi, kambag'al ham qilmaydi, qo'liga beraveradi, haddan oshib mana biz deganda Alloh taolo ko'tarib yerga chopadi. O'shuning uchun g'arbda, sharqda, dunyo maydonida, dunyoni mol mulkida siz bilan o'zidan o'tib ketganligi bizni nima qilmasin? Aldab qo'ymasin. Chunki bu dunyodagi berishlik, bermaslik hech narsani hal qilmaydi. Ha, musulmon odam boy bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lmagani yaxshi. Boylikni Allohdan so'rash kerak, kambag'al bo'lishidan panoh tilash kerak. Lekin shu so'ragan duolaringizdan keyin Alloh qanaqa kun berayotgan bo'lsa, rozi bo'lishingiz kerak. Ana shu rozi bo'layotganingiz ham tavfiq. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Bir musibat kelsa. Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Bora shunaqa gaplar. Demak, Alloh shu o'zi bergan kunga rozi bo'lmayotganligi, demak Alloh unga tavfiq bermaganligi, rozi bo'lishlikka yo'l ochmaganligini belgisi. Eskilarda so'kishi bo'ladi, deb betofiq deb qo'yadi. Eshitganmisizlar baramata shu? Betofiq deydi. Endi tushundinglar nimaligini? Betofiq degani Alloh uni o'zini holiga tashab qo'ygan odam. Allohning hisobidan chiqib ketgan odam, tugagan odam degani bu. Betofiq deydi. Birodarlar, agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, tupurgingizni yuta olmaysiz. Borda shunaqa boy akalarimiz. Undan ko'ra puli ozroq bo'lgan odamlar qilayotgan sarf-xarajatni, xayr-ehsonni yarmini ham qila olmaydi. Nimaga? Nima yo'q? Endi tavfiqni qo'lga kiritishimiz uchun bizga nima kerak? Bizga solih amal kerak. Alhamdulillahi robbil alamin, musulmon bo'ldik. La ilaha illalloh Muhammad rasulullohda musulmon bo'ldik. Endi ana shu tavfiq bizda doim bo'lishi uchun, o'sha tavfiq bizda ziyoda bo'lishi uchun nima kerak bizga? Solih amal kerak. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alloh taolo aytayapti. Erkakmi, ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, erkak ayol farqi yo'q ekan, musulmon bo'lsa bo'ldi ekan. Savob amal qiladigan bo'lsa musulmon bo'lib turib, Alloh nima deyapti? Bas biz unga
pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkak ayol farqi yo'q. Mo'min bo'lsanglar va mo'min bo'lib turib savob ish qilsanglar, biz unga pokiza hayotga tavfiq beramiz. Ya'ni pokiza hayotga yetishlikka yo'l ochib qo'yamiz deyapti. Tavfiqni qo'lga kiritishlik uchun bizga nima kerak ekan? Solih amal. Oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, tavfiqning asosi solih amallarni qilish. Qancha ko'p amal qilasiz, solih amallarni ko'p qilasiz, Allohning tavfiqi shunchalar ustingizda doimiy bo'ladi. Tazarru, Allohga iftiqor, toatlarni bajarishlikka Allohdan yordam so'rashligimiz kerak. Va mana shu o'rinda tavfiq degan ne'matga ega bo'lishimiz uchun bizga foyda beradigan eng ulug' amallardan bittasi duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ga shunday nasihat qildilar. Usika ya Muoz la tad'anna fi dubri kulli salatin taqul Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyat. Rasululloh aytdilar: "Ey Muoz, men sizga har namozni ortidan Parvardigor, seni zikr qilishda, senga shukr qilishda va senga go'zal tarzda ibodat qilishda menga yordam ber" deb aytishingizni vasiyat qilaman. Bizdan sodir bo'layotgan har qanday yaxshi amal Alloh taoloning tavfiqi bilangina amalga oshadi. Tavfiq Alloh tomonidan bo'lgan yaxshi amallarga berilgan ilhom. Alloh taolo sizni yo'llab turishligi, Alloh taolo sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi. Mana shu tavfiq deyiladi. Tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoni yaxshiligini qo'lga kiritgan odam. Qaytaramiz. Alloh tomonidan bo'lgan tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoning saodatini qo'lga kiritadi. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Qarang. Tavfiqqa ega bo'lishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Nima qilsak bizga tavfiq keladi? Robbimiz subhanahu va taolo Nahl surasida shunday marhamat qiladi. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim? Mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etamiz. Bu Allohning va'dasi. Erkakmi ayolmi, mo'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, yaxshi amal qilsa, Alloh unga pokiza hayotni ato qiladi. Ibn Kasir aytadi, bu solih amal qilgan bandaga berilgan Allohning va'dasi edi. Solih amal sizga tavfiq kelishligining sababi ekan. Qancha savobli solih amalingiz ko'p bo'ladi, shuncha tavfiqqa ega bo'lasiz. Solih amal nima? Solih amalda nimani aytamiz? Qalbida Alloh va uni payg'ambariga iymoni bor bo'lgan erkakni, ayolni ixlos bilan kitob-u sunnatga muvofiq suratga qilgan amali solih amal deyiladi. Sizni ko'zingizga ko'ringan, yaxshi bo'lib ko'ringan amalni hammasi solih amal deyilavermaydi. U amal solih bo'lish uchun kitob-u sunnatga muvofiq bo'lish kerak, ixlos bilan qilingan bo'lish kerak. Mana shunda solih amal deyiladi. Mana shunday solih amal qilgan bandani bu dunyoda hayoti osuda, pokiza bo'ladi. Qaytaraman. Mana shunday solih amalni qilgan bandaning mana shu dunyodagi hayoti pokiza, osuda bo'ladi. Oxiratda bo'lsa, bunaqa amal qilgan odamga dunyoda qilib o'tgan amallarini eng yaxshilari uchun mukofot beriladi. Yuribmiz ko'cha-ko'yda. Nima deb? Bola chaqa tirikchilik deb.
Nima uchun tirikchilik, bola chaqada yuribmiz? Hayotimiz osuda bo'lishi uchun. Va o'ylayapmizki, chaqamiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Pulimiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. Oyatda aytayapti, boymi, kambag'almi muhim emas ekan. Mo'min bo'lgan holda solih amalni ko'p qilsa, Alloh shu odamning hayotini pokiza qilar ekan. Boy qilib qo'ymas ekan. Millioner qilib qo'ymas ekan. Albatta mansabga o'tkazib qo'ymas ekan. Qanaqa hayot bo'lganda ham, rizqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hayoti pokiza bo'lar ekan. Pokiza hayot qana bo'ladi? Osuda, osoyishta, xotirjam, qo'rquvsiz, qayg'u-xavotirsiz, g'am tashvishsiz hayot. Shunaqa hayot kerakmi? Solih amalni ko'proq qilaylik. Pokiza hayot degan so'zni Abdulloh ibn Abbos halol pokiza rizq deb tafsir qiladi. Ali roziyallohu anhu pokiza hayotni qanoat deb tafsir qiladi. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu pokiza hayotni baxt, saodat deb tafsir qiladi. Imom Zahhok pokiza hayotni halol rizq va dunyodagi ibodat deb tafsir qiladi. Mana shularda hammasi pokiza hayot bo'ladi. Kimga berilar ekan bu? Solih, savobli amallarni ko'p qilgan odamga. Tavfiq Alloh taoloning fazli. Tavfiq Alloh taoloning marhamati. Nima degani? Haq bor, fazl bor. Haq siz ishlab olishga haqqingiz bo'lgan narsa. Tomini yopib berdingiz 10 ming so'mga. 10 ming so'mni olishingiz sizning haqqingiz. Endi uy egasi sizning ishingizni puxtaligini ko'rib turib, yana 1000 so'm berib qo'ydi. Majbur emas. Endi bu fazl. Ana shu solih amalni qilib Allohdan tavfiq umid qiluvdik, Alloh taolo shunday berib qo'ydi, fazl ko'rsatdi. Ma, senga deb. Vaholanki loyiq emas edi unga. Demak, tavfiq Alloh taoloning marhamati ekan va fazli ekan. Bizni bu yerga qilayotgan solih, savobli amallarimiz tavfiqni kelishiga sabab xolos. Agar Alloh xohlamasa, fazl ko'rsatishni xohlamasa, solih amal qilganingizdan keyin ham bermay qo'yadi u tavfiqni. Fa'alun lima yurid. Robbimiz o'zini xohlaganini qiladigan zot. La muaqqiba li hukmihi. Hech kim Alloh taoloni hisob kitob qila olmaydi. Nimaga bermading deya olmaydi. Sizni qilayotgan savobli solih amalingiz tavfiqning kelishiga sabab. Lekin beradigan Alloh. U sababni qilsangiz ham bermay qo'yishi mumkin. Chunki tavfiq Allohning nimasi ekan? Fazli ekan. Shuning men manaqa ish qilib qo'ydim, manaqa ish qilib qo'ydim. Endi albatta tavfiq keladi deb baho bermang o'zingizga. Men masjid qurib qo'yganman. Men birovning haqqini yemaganman. Halol pul bilan bolalarim boqqanman. Endi bolalarim aniq zo'r bo'ladi demang. Chunki bu siz qilgan savobli amallaringiz, solih amallaringiz sabab xolos. Tavfiqni haqqi emas. Men mashincha savob ish qilib qo'yganman. Meni hayotim zo'r bo'ladi deb katta gapirmang. Chunki savobli amallaringiz bor yo'g'i tavfiqning sababi. Alloh xolasa sababni qilsangiz ham bermay qo'yadi. Banda Allohni rozi qiladigan amallarga qanchalar shoshilar ekan, uni ustiga Allohning rahmati shunga yarasha kelaveradi. Dinga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikki dunyoda. Qaytaraman. Allohning diniga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikkala dunyoda ham. Din peshin paytida namoz o'qib qo'yish, Ramazon kelganda roza tutib qo'yish la bo'lsa, boshqa payt bilgan ishingizni qilib yurgan bo'lsangiz, demak dinga fidokorligingiz yo'q ekan. Din faqat Ramazonda roza tutib qo'yish, Qurbon hayit kelganda hayit qurbonlik so'yib qo'yish, namoz vaqti bo'lganda namoz o'qib qo'yishlar emas. Hayotingizni boshidan oxirigacha
din idora qilish kerak. Shunda Allohning tavfiqi keladi. Bandani qalbi Allohga bo'lgan iftiqor bilan to'lishi, o'zini aqliga suyanmasligi, o'zini quvvatiga, puliga suyanib qolmasligi, o'zini ojizligini tan olishi, zaifligini tan olishi, ilmsizligini tan olishi, Robbisini qo'llab-quvvatlashligiga muhtoj ekanligini his qilishi tavfiqning sabablaridan. Pulingizga ishonmaysiz, ilmingizga ishonmaysiz, aqlingizga ishonmaysiz, zaifligingizni tan olasiz, Parvardigor seni qo'llashingga muhtojman deb turasiz. Shunday bo'lsangiz Allohning tavfiqi keladi. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalu hadihil ummati kamathali arba'ati nafarin." Bu ummatning misoli 4 ta odamning misoliga o'xshaydi. Bir kishiki Alloh unga mol va ilm ato qildi. Bas u ilmiga amal qiladi, molini infoq qiladi o'rniga. Bu birinchi odam. Ilmi ham bor, puli ham bor. Ilmiga ham amal qiladi, pulini ham infoq qiladi. Endi ikkinchi odam. Bir kishiki Alloh unga ilm ato qildi, mol ato qilmadi. Ilmi bor, puli yo'q. Endi shu ikkinchi odam aytadiki, agar menda ham anavi birinchi odamga o'xshab turib pulim bo'lganida, men ham pulimni savobli o'rinlarga sarf qilar edim. Rasul aytadilar: "Fahuma fil ajri sawa." Ikkalasi savobda teng. Birinchi odamda puli ham bor, ilmi ham bor. Ikkinchi odamda puli yo'q, ilmi bor. Birinchi odam ilmiga amal qilyapti, pulini sarflayapti o'rniga. Ikkinchi odamda puli yo'q. Agar bo'lsa men ham sarflardim desa, puli yo'q bo'lsa ham, sarflamagan bo'lsa ham niyat qilgani uchun sarflagandaqa savobni oladi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Va rajulun atahullohu malan va lam yu'tihi ilman." Endi uchinchi odam. Bir kishiki Alloh unga mol ato qildi, ilm ato qilmadi. U molini noto'g'ri ishlatadi va uni nohaq o'ringa sarf qiladi. Ilmi yo'q, puli bor. Pulini gunohga sarflaydi. Endi to'rtinchi odam. Bir kishiki Alloh unga ilm ham, mol ham ato qilmadi. Endi u aytadiki, agar menda ham mana bu uchinchi odamga o'xshagan narsa pul bo'lganida, men ham o'qigandek qilar edim. Uchinchi odam qanaqa odam edi? Puli bor, ilmi yo'q, pulini haromga sarflayapti. Endi to'rtinchi odam, ana shu pulim bo'lganda men ham shunaqalarga sarflardim desa, payg'ambarimiz aytibdilar: "Fahuma fil wizri sawa." Endi bu ikkalasi gunohda teng bo'ladi. Ya'ni bandani himmati, niyatiga yarasha tavfiq keladi. Bandani maqsadi va harakatiga yarasha Allohning qo'llovi keladi. Qarang, ilmi bor, puli yo'q. Ilmi bor, puli yo'q. Meni ham pulim bo'lsa sarflardim dedi, savobni teng olyapti. Ilmi ham, puli ham yo'q odam, pulim bo'lsa gunoh qilardim desa, gunohni teng qilib qo'yapti Alloh taolo. Demak, birodarlar, savobli amallar Alloh taoloning fazli ekan. Shuning uchun bir savobli ishni qilsangiz, men qildim demang. Aytingki, Alloh menga shu ishni qildirdi. Banda har qancha katta savob amal qilsin, e'tirof qilish kerak. Nimani? Bu Allohning fazli. Chunki Alloh tavfiq bermaganida, muvaffaq qilmaganida mana shu ishni qila olmas edi. Agar Allohning fazli, yordami, tavfiqi bo'lmaganida, bandadan bironta savob amal sodir bo'lmas edi. Astagfirullah. Walaula fazlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Mana qarang. Shaytonga ergashganlar jahannamga o'tin bo'ladi. Alloh taolo aytayapti. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, tavfiqi bo'lmasa edi, ayrim kishilardan tashqari hammanglar shaytonga ergashib ketardinglar. Siz shaytonga ergashmayotganligingiz, iymonda, taqvoda turganligingiz ham Allohning tavfiqi bilan ekan. Agar Allohning fazli, tavfiqi bo'lmasa, juda oz odamdan tashqari ko'pchilik shaytonga ergashib ketardi deydi. Boshqa oyat. Astagfirullah. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
Valakinnalloha yuzakki man yasha'u vallohu samiun alim. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Gunohdan tiyilayotganligingizni o'zi Allohning fazli ekan. Gunohdan o'zingizni to'xtata olayotganligingiz Allohning tavfiqi ekan. Agar Allohning fazli tavfiqi bo'lmaganda gunohdan tiyila olmasdilar dedi Alloh taolo. Oyatni davomini qarang. Lekin Alloh fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Jumaga keldingiz-a? Siz o'z keldingizmi? Bittasi chiqdi, mashinasi buzilib qolib ketdi yo'lda. Ana. Ulamolar aytishadi, agar insonning ilmi komil bo'lsa, qilgan amalini o'zim qildim demaydi. Agar insonning ilmi komil bo'lsa, qilgan savob amalini o'zim qildim deb hisoblamaydi. Agar insonning ilmi komil bo'lgan bo'lsa, meni amalim bor deb bilmaydi. Buni o'rniga nima deydi? Mana shu ishlarni bajarishlikka muvaffaq qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin deydi. Mana shu savobni ish qilishligim Allohning menga bo'lgan fazli marhamati deb biladi. Aqlli, ilmli inson o'zim qildim demaydi, amalim bor demaydi, agar Allohning tavfiqi bo'lsa. Agar tavfiq bo'lmasa, nima deydi? Men qilib qo'ydim buni deydi. Nima qilsak, biz men falon amalim bor demaymiz. Nimalar bizda bor bo'lsa, meni amalim bor deb turib o'zimizga ishonib qo'ymaymiz, katta baho bermaymiz. Ujubga berilmaymiz. Banda har qancha katta savobli amalni qilmasin, ana shu savobli amalni qilishlik Alloh taoloning fazli ekanligini e'tirof qilishligi kerak. Chunki mana shu qilgan amali Alloh uni shu ishga muvaffaq qilganligi uchun bo'ldi. Agar Allohning fazli, tavfiqi, yordami bo'lmaganida bu banda mana shu qilgan savobli ishini qila olmas edi. Astagfirullah. Walavla fadlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Agar dedi Alloh taolo sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, ayrim kishilardan tashqari hammanglar shaytonga ergashib ketardinglar. Ya'ni mana shu shaytonga ergashmasdan sirotol mustaqimda to'g'ri turishligimiz Allohning fazli. Agar shu fazl bo'lmasa, juda ko'pchilik odamlar shaytonga ergashgandek, biz ham ergashib ketgan bo'lar edik. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi, agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi gunohdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh o'z fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklaydi. Alloh eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Demak, o'tgan darsimizdan kichkina bir takrorlash bo'ldi. Bizdan qanday xayrli savob amal sodir bo'lgan bo'lsa, buni biz qilganimiz yo'q. Buni Alloh bizga qildirdi. Bu Allohning fazli bo'ldi. Chunki siz qilgan o'sha ihsonni qilishga qodir bo'lgan 10 ta odam bor atrofingizda. Ehtimol sizdan ham boyroq odamlar bor. Ammo ularga nasib qilmadi, sizga nasib qildi. Shuning uchun ulamolar aytishadi, agar insonning ilmi komil bo'lgan bo'lsa, qilgan savobli amalini o'zim qildim demaydi. Agar insonning ilmi komil bo'lsa, meni amalim bor deb turib o'ziga katta baho bermaydi. Balki ana shu amalni bajarishlikka muvaffaq qilgan Alloh taologa hamd sanolar aytadi. Aqlli odam o'zim qildim demaydi. Aqlli odam amalim bor deb bilmaydi. Xo'p. Mana endi aqlli odam, ilmi to'liq bo'lgan odam meni amalim bor demas ekan. Bu ishni men qildim demas ekan. Endi qachon u mana shunday deya oladi? Qaysi sifatlar unda bor bo'lsa, meni amalim bor deb bilmaydi, o'ziga katta baho bermaydi, ujubga ketmaydi. Birinchisi, u mana shu ishga Alloh meni muvaffaq qildi deyish kerak. Astagfirullah.
yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sodiqin. Arabiylar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ha biz musulmon bo'ldik, biz iymon keltirdik deb minnat qilishdi iymonlarini, islomlarini. Biz iymon keltirdik. Alloh taolo ularga javob berib aytdi. Ey Muhammad alayhissalom, ularga ayting. Sizlar menga musulmon bo'lganlaringlarni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringda sodiq bo'lsanglar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Iymon keltirganinglar rost bo'lsa, Alloh hidoyat bergani uchun iymon keltirdinglar. Biz iymon keltirdik demanglar deyapti. Hatto la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish sizni o'zingizni ixtiyoringizdagi ishmi? Agar Alloh tavfiq bermasa shu kalimani ayta olmaysiz. Iymon keltirgan bo'lsangiz ham ayting, Alloh meni muvaffaq qildi, iymonga hidoyat qildi deng. Nikohda domla, endi 90-yillarda aytyapman. Nikoh o'qitishdan avval kelin kuyovga kalimani talqin qildiradi, iymonini yangilab olsin, yangi iymoni bilan nikohlansin deb turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh desa, kuyov qaytara olmayapti. La ilaha illa Alloh, to'rtta so'z ayta olmayapti. Ehtimol 100 ta qo'shiqda yotdan bilar. Ehtimol 2 xil tilni bilar, lekin shu kalimani Alloh bermasa ayta olmas ekan. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga katta baho bermasligi uchun birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu ishni Alloh menga qildirdi deyishingiz kerak. Astagfirullah. Walakinnalloha habbaba ilaykumul iymana wa zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni va isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Mana qarang, siz bilan biz mo'min sifatida iymonni suyukli deb bilamiz, iymonni yaxshi ko'ramiz. Fisq, fujur, gunoh, ma'siyatni yomonlik deb ko'ramiz va undan uzoq bo'lishga harakat qilamiz, yomon ko'ramiz. Iymon biz uchun yaxshi narsa va yaxshi ko'ramiz. Fisq, fujur biz uchun yomon narsa va uni yomon ko'ramiz. Iymonni suyukli qilgan ham sizga Alloh, fisq, fujurni xunuk ko'rsatib qo'ygan ham Alloh. Shuni chaqib olinglar ozgina. Shuni ma'nosini yaxshilab tushunib olaylik. Men o'zim namoz o'qimayapman. Boshlayman desam, bu payt boshlab olaman. Deyapsizmi? Kechirib qo'yasiz. Palonchi mana shunday mahallasiga asfalt solib beribdi, ko'prik qurib beribdi, yetimlarda bir tomlarni yangilab beribdi imoratini, transformator qo'yib beribdi deb bir boyni qilgan fazilatli ishini gapirsa, bu yerda turgan boy aytadi, "Ha, hech qanchaki pul ketmaydi bunga" deydi. Ha, nimaga qila olmayapsiz hech qancha pul ketmasa? Demak, Alloh sizga qildirmadi shu ishni. Sizga shu ishni qilishlikka nima bermadi? Tavfiq bermadi, unga berdi. Men xohlasam bunday qilib qo'yaman. Qila olmaysan. Demak, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz qanday bir savobli, xayrli amalni qilishga muvaffaq qilgan bo'lmaylik, buni Alloh menga qildirdi deysiz. Allohning fazlini, marhamatini, tavfiqini e'tirof qilasiz. Qalbingizga muhabbatni soldi, keyin qildingiz shu ishni. Qalbingizga saxovatni soldi, keyin qildingiz shu ihsonni. Qalbingizni moyil qildi, zikr qildingiz. Qalbingizni ochdi, savobli amallarga yurdingiz. Futbol o'ynaganlar, adin chiqasiz. Varatarda ham yotkizasiz. Orqasiga o'tasiz to'p bilan. Varata bilan siz o'rtangizda 2 metr joy qoldi. 7 metrli varata. Bir tepasiz, shtangaga tegib chiqib ketadi-yu. O'zi tek qo'yib qo'ysangiz to'p hali yumalab o'zi kirib ketar edi. Shu qoqib tashlayman deb tepasiz, ana tavfiq yo'qligi shu. Ha, ba'zida shu ko'z yumib bir tepib borasiz, 3 tasini o'tib kirib ketib qoladi. Tushunarlimi? Biz hech qachon meni amalim bor, men qildim deb o'zimizga baho bermasligimiz uchun
birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu biz qilgan yaxshi ish Allohning tavfiqi bilan bo'ldi, Alloh qildirdi deyishimiz kerak. Birinchisi shu bo'ldi. Ikkinchisi, agar sizga berilgan ne'matlarga qilgan amallaringizni taqqoslasak, qilgan amalingiz Alloh taolo bergan ne'matning 10dan biriga 100dan biriga ham to'g'ri kelmaydi. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga baho bermasligi uchun Alloh taoloning bergan ne'matlarini bir qarab fikr qilib ko'ring-da. Shunda sizni qilgan savobli amalingiz ularning oldida juda ham arzimas bo'lib qoladi. Astagfirullah. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Robbimiz aytayapti, agar Allohning ne'matlarini sanasanglar, sanog'iga yeta olmaysizlar, albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Alloh taoloning bergan ne'matlarini bilasizmi, qanchalar ko'p. Bitta tishingiz og'rib qoladi. Uxlamaysiz. Ne'mat ekan uyqu deysiz. Ichingiz o'tishni boshlaydi. Yeganingiz shirillab chiqib ketadi. Voy, yeganingni yebchi, esalama hazm qilib chiqarib olisham nima ekan? Ne'mat ekan. Bavul qila olmay qolasiz. Prostatangiz ishib ketib. 2 sutka, 3 sutka bavul qila olmay, siyomay yurasiz, quvug'ingiz ishib. Keyin hali kateterda tiqib turib siydib holtingizni shunday bo'shatib qo'yganda, yo Parvardigor, ne'mat ekan deysiz. O'shuning uchun aytayapti Alloh taolo. Sizlarga berilgan ne'matlarni sanasanglar, shukrini ado qilish emas, sanab adoga yetkiza olmaysizlar. O shukrini ado qilishni qo'ying. Sanab tugata olmaysizlar deyapti. Mana shunga bir misol tariqasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida marhamat qilganlar. Bir odam tog'ning ustida, g'orda 500 yil yashadi. Buloq bor edi. Shu g'orning oldida bir dona anor daraxti bor edi. Kunda bitta anor pishadi, anorni yeydi, ozuqalanadi, suvda tahorat qiladi, ichadi. 500 yil mana shunday zaylda umr o'tkazdi. 5 asr. G'iybat yo'q, shikoyat yo'q, hisob kitob qilinadigan moli dunyosi yo'q. Hech narsa yo'q, faqat ibodat bor. 500 yil faqat nima qilgan? Ibodat qilgan. Endi qiyomat bo'ldi. Alloh azza va jalla uni taroziga olib kelib, bandam, hadisda mazmuni. Seni jannatimga o'zimning rahmatim bilan kiritaymi yoki qilgan amaling bilanmi? 500 yil faqat ibodat qilgan. Gunoh yo'q. Banda meni amalim bor deb o'yladi. Parvardigor meni qilgan amalim bilan jannatga kirgiz dedi. Alloh taolo amr qildi, malaikalar uni qilgan amallarini tortishdi tarozida. 500 yillik qilgan ibodati bitta ko'zining shukrini ado qilishiga yetmadi. Bu yoqda yana bitta ko'z turibdi. Ikkita quloq turibdi. Sog'lik turibdi. Anor turibdi, suv turibdi. Jahannamga hukm qilindi. Shunda Parvardigor tavba qildim, rahmating bilan jannatga kirgiz dedi. Shu bilan Allohning rahmati bilan jannatga kirdi. Banda meni amalim bor, mana shuncha ish qilib qo'yganman demasligi uchun birinchi unda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Ikkinchisi, bergan ne'matlar haqida fikr qilib ko'rsa, qilgan amali arzimas bo'lib qoladi. Uchinchisi, agar banda kimga itoat qilayotganligini bir o'ylab ko'rsa, kimga sajda qilayotgani, kimga ibodat qilayotganligini fikr qilib ko'rsa, qilgan amali, toati, ibodati arzimas bo'lib qoladi. Sen qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Sen kimga qarshi isyon qilganingga qara. Tushunarlimi? Nima endi? Mayli işte hamma qilyapti-yu. Sen mana shu beparvo qarashing bilan kufrga ketib qolasan. Bir odam gunoh kabira qilib turib, bo'ynini egib, tavba qilib, hijolat bo'lib, uyatib qilyaptimi? Har qalay xayriyat bor. Endi sen kichkina sanagan gunohingni, seni ko'zingda kichkina gunohdi. Nima endi hamma qilyapti deb turib, mensimasligi bilan kufrga ketib qolasan. Endi banda qilayotgan amallariga aldanib, o'ziga katta baho berib qolmasligi uchun qilish kerak bo'lgan uchinchi narsa, kimga ibodat qilyapman men deyish kerak. Kimga ibodat qilayotganini qarasin, shunda qilgan amali har qancha katta bo'lsa ham arzimas bo'lib qoladi.
Endi qachon insonda shunday holat yuzaga keladi? Qachon banda o'zini amalini arzimas sanaydi? Agar amali xolis bo'lgan bo'lsa. Qalbi g'aflatda bo'lmasa. Demak, insonning qalbi g'aflatda bo'lsa, amalida ixlos bo'lmasa, meni amalim bor der ekan. Shuning uchun inson o'zini qilgan savobli amalini katta kichikligiga, ko'pligiga qarashda o'rniga qabul bo'ldimikin, bo'lmadimikin degan g'amni ko'proq qilish kerak. Ma'qulmi? Alloh biladi-da qabul qilgan qilmaganini. Ana taroziga qiyomatda birinchi olib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, shahid va boy. Odamlar uni olim degan, dinning xizmatini qilyapti, taqvoli degan, ixlosli degan. Lekin qiyomatga borganda uni riyo uchun, xo'ja ko'risi uchun qilganligi ma'lum bo'lgandan keyin jahannamga birinchi bo'lib tushdi. Orqasidan saxovatli boyni olib kelindi. Hamma bilgan uni halol topganini, hamma ko'rgan o'rniga sarflaganini. Lekin qalbidagi niyatini kim bilgan? Alloh bilgan. Alloh taolo aytadi, sen Xotamtoy degan, saxiy degan nom uchun qilgansan. Odamlar saxiy dedi, haqqini olding, sur jahannamga dedi buni. Uchinchisi shahid edi. Jonini fido qilib olgan edi. Lekin uning niyati odamlarning tilida shahid bo'lgan degan nom bo'lgani uchun u ham jahannamga ketdi. Shuning uchun sizni amalingiz bo'lsa, mabodo Allohning fazli bilan, Allohning tavfiqi bilan bir katta ish qilgan bo'lsangiz, siz bu amalingizni qabul bo'ldi, bo'lmadi. Shu narsa sizni o'ylantirsin. Fala tadrib biha wujuhana yawmal qiyamah degan duoyimiz bor. Parvardigor, mana shu amallarimizni qabul qil va qiyomatda yuzimizga urmagin bu bilan. Birinchisi, Alloh muvaffaq qilgani uchun shu ishni qildim deydi. Ikkinchisi, agar Alloh taoloning bergan ne'matlarga taqqoslaydigan bo'lsa, bu amali arzimas bo'lib qoladi. Xo'p, uchinchisi, kimga itoat qilayotganligini o'ylab ko'rsa banda, bu amalim hech narsa emas deydi. Bu amalining kattaligini gapirma, kattaligini o'ylama. Qabul bo'ldimi, bo'lmadimi, shuni g'amini qil sen. Bu masalada jiddiy o'ylanib ko'rish kerak. Chunki yaralgan kunidan boshlab Allohga tasbih aytib to'xtamagan farishtalar bo'ladi. Yaraldi, qiyomatgacha tasbihda, biri sajdada, biri rukuda, biri zikrda, biri qiyomda. Kecha kunduz Allohga tasbih aytadigan farishtalar hech qachon charchamaydi, to'xtamaydi. Shular qiyomat bo'lganda aytadi, Parvardigor, senga haqiqiy, chinakam ibodat qilishga qodir bo'lmadik deyshadi. Istag'firullah, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Ular tun va kun sufkashlik qilmasdan Allohni poklaydilar. Tushunali bo'ldimi? Banda qilgan amalini, meni amalim bor deb, men katta ish qilib qo'yganman deb o'ziga baho berib, ujubga kirib ketmasligi uchun unda nimalar bo'lish kerak? Birinchisi, mana shu ishni qilishga Alloh muvaffaq qildi deyish kerak. Ikkinchisi, u qilgan amal Alloh unga bergan ne'matlarga taqqoslansa, arzimagan bo'lib qoladi. Undan keyingisi, kimga ibodat qilayotganligini agar ozgina fikr qilib ko'radigan bo'lsa, bu ibodati arzimagan bo'lib qoladi. Demak, iymon, ilmi komil bo'lgan inson, meni amalim bor, men ko'p ishlar qilib qo'yganman deb o'ziga nima qilmas ekan, baho bermas ekan. Mana tavfiq haqida suhbat qilyapmiz. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq Alloh taolo bir bandani yaxshi amallarga muvaffaq qilishi, yo'lashi, yo'l ko'rsatishi, qo'llashi. Agar tavfiq bo'lmasa, biz bismillah deya olmaymiz. Agar tavfiq bo'lmasa, namozga uyg'ona olmaymiz. Agar tavfiq bo'lmasa, tupurgimizni ham yuta olmaymiz. Tavfiq haqida aytilgan ulug'larning so'zlari. Alloh azza va jallaning halili bo'lgan Ibrohim alayhissalom shunday deydi. Astagfirullah. Vallazi atma'u an yaghfira li. U Alloh jazo kunida mening xato gunohlarimni mag'firat etishini umid qilurman. Va Ibrohim allazi vaffa degan Alloh maqtab bu payg'ambarini. U vafo qilgan Ibrohim.
Alloh taolo qanaqa qiyin imtihonni bermagan bo'lsin, vafo qilgan zo'r chiqqan undan. Aytmayapti. Meni o'tga, olovga uloqtirishganida sabr qilganman demayapti. Katta ish edi. Bir dona o'g'ling bilan, bir dona bolang bilan ayolingni sahroga, Bakka vodiysiga tashab kel deganda, xo'p deb tashab kelganman demayapti. O'g'limni tomog'iga pishaqni qo'yib tortganman demayapti. Nima deyapti? Umid qilaman deyapti. Shuncha savobli ishlarni qilib qo'ydim, shuning uchun shu amallarim bilan jannatga kiraman demayapti. Nima deyapti? Umid qilaman deyapti. Bizda bu ishlarning milliondan biri ham yo'q. Mana shu Ibrohim alayhisalomning o'g'li Ismoil alayhisalomni tomog'iga pishaqni qo'yib tortishligi haqida Alloh aytadiki, inna haza lahuval balaul mubin. Mana shu, ya'ni o'g'lingni so'y degan buyruq. Balaul mubin, ochiq imtihon edi, qiyin imtihon edi, ochiq balo edi. Parvardigor tashab ketdi deding, tashab ketdim. Emizlik paytida. Endi bir dona o'g'lim bo'lsa, 95 ga kirdim, bolam 10 ga kirdi. Endi so'ydiysanmi? Demadi. Birga olib borib tashab kelish ham oson ish edi. Har qalay tirik qolardi bolasi. Endi qo'ling bilan so'y deb Alloh taolo ishora qildi. Ikkilanmasdan pichoq tortdi. Mana shuncha ulug' ishni qilgan Ibrohim alayhisalom, meni amalim bor, shu bilan jannatga kiraman deyaptimi? Yo'q, umid qilaman deyapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata." Hech bir kimsaning qilgan solih amali uni jannatga kirita olmaydi. Ibrohim alayhisalom ham bular qatorida va Muhammad alayhisalom o'zi ham bular qatorida. Hech kimning qilgan amallari, savobli amallari uni jannatga kirgizib yubora olmaydi. Vala anta yo Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirita olmaydimi yo Rasululloh? La, vala ana dedilar. Ha, meni ham amalim jannatga kirita olmaydi. Faqat Allohning fazli va rahmati meni qoplasa. Robbim meni o'zining fazli marhamati bilan o'rab olsagina jannatga kiraman. Kim Muhammad alayhisalomdek bo'la oladi? Hech kim. Kim Muhammad alayhisalomchalik sabr qila oladi? Hech kim. Kim Muhammad alayhisalomchalik saxovatli bo'ladi? Hech kim. Lekin mana shu zot sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, Alloh rahmati bilan o'rab olsa, keyin jannatga kiraman deyaptilar. Agar biz Muhammad alayhisalomchalik amal qilganimizda ham amalim bor deyishga haqqimiz yo'q. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohga birinchi bo'lib iymon keltirgan kishi. Siddiq laqabini Rasulullohning muborak og'izlaridan eshitgan kishi. Tirikligida jannati ekanligini eshitgan 10 ta sahobaning birinchisi. Rasululloh bu sahobasini qanday baholaganlar? Agar odamlar orasidan Halil tanlashim kerak bo'lsa, eng yaqin do'st lattaxastu Abu Bakrin Halila. Abu Bakrni o'zimga do'st tutgan bo'lardim deganlar. Mana shunday Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va hal ana va mali illa laka ya Rasululloh dedi. Ya Rasululloh, men ham topgan pulim ham sizniki emasmi ya Rasululloh degan. Umar ibn Xattob, islom mo'jizasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosining barakoti. Umar al-Faruq. Rasululloh aytganlar, agar mendan keyin nabiy bor bo'lsa, o'sha nabiy Umar bo'lar edi deganlar. Mendan keyin nabiy bo'lmaydi, agar bo'lganida ana shu nabiy Umar bo'lardi deganlar. Mana shunda Umar ibn Xattob aytar edi. Agar menda yer to'ldir oltin boylik bo'lganida, oldimda turgan qo'rquvdan, ya'ni qiyomatda qo'rquvdan qutulish uchun hammasini fido qilib yuborardim deydi. Yana bir so'zlarida qaniydi onam meni tug'masa deydi. Ha, bo'lmasam tirikligida payg'ambarimizdan eshitdi jannati ekanligini. Jannatga mana bunday kiramiz deb Rasululloh bu bir qo'li bilan Abu Bakrni, bir qo'lini Umar ibn Xattobni ushlab, shunday qadam bosdilar. Jannatga mana shunday kirib ketamiz dedilar. Rasulullohning va'dasini olgan sahoba qaniydi tug'ilmaganimda deyapti. Shuncha bashoratlari borligiga qaramasdan, shuncha ulug' amallari borligiga qaramasdan katta ketmadi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi radhiyallohu anhu, qaniydi o'lib
keyin tirilmasam. Qo'rquvdan. Ummatda peshvosi bo'lgan salaf solihlar shunday fikr qilishardiki, amalim bor deb bilishmas edi. G'am qilishar edi. Shuning uchun Alloh ulardan rozi bo'ldi. Sizda, menda biz aytayotgan Allohning tavfiqi bormi, yo'qmi? Sen tavfiqli odammisan? Mana ana shu tavfiqning alomatlarini ko'rib chiqamiz. Qidiring, sizda shular bormi? Birinchidan, Alloh seni iymon va islomga muvaffaq qilishi. Alhamdulillahi robbil alamin bor. Chunki kalima keltirishga Alloh tavfiq berdi, kalima keltirishga Alloh izn berdi. Albatta bu hamma ne'matlar orasidagi eng katta ne'mat, eng ulug' ne'mat, eng oliysi va eng avvalgisi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Kufrga to'layotgan bu olamda Alloh sen uchun tanlab bergan, sendan talab qilgan asosiy narsa iymon. Astagfirullah. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Ey Muhammad alayhisalom, ona arabiylarga ayting, biz iymon keltirib qo'ydik deb minnat qilayotgan arabiylarga ayting. Balki agar iymoningizda sodiq bo'lsalar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganiga minnat qilur. Bormi bizda shu? Alhamdulillahi robbil alamin. Iymon bilan islom bormi? Tavfiqni birinchi alomati. Agar bizda iymon bo'lmasa, bizda shirk bo'lsa, kufr bo'lsa, na'uzubillah, hamma amallarimiz havada bo'lib ketadi. Yana nimasi doim mo'minni o'ylantirish kerak? Ha, xo'p, mana shu alomatlar hammasi bor senda. Tavfiqni 10 ta alomati bor deylik senda. Doim xavotirda turishing kerak. Nima deb? Nima degan xavotir doim turish kerak bizda? Shu iymon bilan o'lib olay. Shu iymon bilan turganimda omonatni topshirib olay. Chunki oxirgi lahzasigacha shayton bizni tark qilmaydi. Bilasizlarmi? To tanimizda bu jon omonat turar ekan, shayton umidini uzmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbalni vafotini qaraydigan bo'lsak, mana ulug' mazhab boshilarimizdan. Ana shu dunyodan uzilib oxiratga ko'chadigan vaqti yaqin bo'lganida yotib uxlab qoladi. 1 soat, 2 soat yotadi-da o'ziga keladi. Keyin uyquga ketadi. Yana o'ziga keladi. Ana shu o'ziga kelgan paytda yo'q, hali yo'q deydi-da, uyquga ketadi. Yana ozgina turib o'ziga keladi, uyg'onadi. Uyg'onibla yo'q, hali yo'q deydi. Mana shu holat bir necha marta takrorlanganda o'g'li, otajon, nima bo'lyapti deydi. Nimaga o'zingizdan ketyapsiz? 1 soat, 2 soat, keyin o'zingizga kelib turiblar, darrov yo'q, hali yo'q deyapsiz. O'g'lim, nima bo'layotganini bilmayapsanmi hozir dedi. Yo'q, bilmayapman. Xonani burchagida shayton o'tiribdi. Barmog'ini tishlab, "Ha, Ahmad, qutulib ketding-a mendan" deyapti. Men aytayapman, "Yo'q, hali qutulganim yo'q." Bu kishi ana shu Mu'tazililarga qarshi turgan ahli sunnatning ulug' imomlaridan. Juda ko'p qiyinchilikka, mashaqqatga, azoblarga qolgan kishi. Ahli sunnatning e'tiqodini mahkam himoya qilib turgan kishi. Shuncha imtihon qiyinchiliklardan o'tib bo'lib turib, yana qo'rqib turibdi. Hali jonim turibdimi tanimda? Sendan qutulganim yo'q hali. Hali u fitnadan omon bo'lganim yo'q deb aytayapti. Tushunarlimi? Yo, garantiya bormi iymon bilan ketishimizga? Unga ham Alloh tavfiq bersa bo'ladi-da. Astagfirullah. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar ular mushrik bo'lganlarida qilgan amallari behuda ketgan bo'lar edi. Alloh taolo Muhammad alayhisolamga aytayapti. Astagfirullah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dar haqiqat sizga ham, ey Muhammad alayhisalom, sizdan ilgariga o'tgan payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandir. Qasamki, agar mushrik bo'lsang,
albatta qilgan amaling behuda ketadi va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolasan. Demak, sizda tavfiq bor yo'qligining alomatlarining birinchisi bu iymon va islom. Senda tavfiq bormi? Sen tavfiqli odammisan? Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat va ilmga harislik. Bu ham tavfiqdan. Shar'iy ilmlarni o'rganish, diningizni yaxshiroq tushunishga harakat qilishingiz, halol haromni tanishga, qaysi ishlarni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan intilishni sizda bor bo'lishligi, ilmga bo'lgan ishtiyoq ham tavfiqning belgisi. Ilm majlisida o'tirasiz, rohatlanasiz. Ahli ilmlar bilan birga bo'lishga doim intilib turasiz. Ilmni ko'paytirishga bo'lgan rag'batingiz bor. Bu ham tavfiqi bor odamda bo'ladi, hammada emas. Ilmdan qochmaysan, ilm majlislaridan bezimaysan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqihu fid-din." Payg'ambarimiz aytayaptilarki, Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Diniy ilmlarda, shar'iy ilmlarda berganligi tavfiqni bitta alomati. Endi ilm majlisida o'tirishni xohlamaysizmi? Shu arzimagan narsani bahona qilib chiqib ketasizmi? U tashqaridan kirmayotganlar ilm majlisiga, u o'zi xohlamay, o'zi kirmayotgan joyi yo'q. Alloh uni kirgizmayapti uyaga. Undan pul so'rashmas edi. U ilm majlisiga kelsa, birov urmas edi uni. Ilmga qiziqish, ilmga rag'bat yo'qmi? Demak, bu odam betavfiq odam. Betavfiq derdik eskilar. Betavfiq degani Alloh esdan chiqargan banda. Alloh esdan chiqargan banda. Allohning ishi yo'q u bilan, o'zini holiga tashab qo'ygan banda. Bu banda halok bo'lishda shubha yo'q. Ikki dunyoda ham. Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon, islomda bo'lishi. Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat bo'lish kerak sizda. Agar ilmga qiziqish bor bo'lsa, demak tavfiqning ikkinchi alomati bor. Uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. 5 mahal namoz o'qiysiz, qoldirmaysiz. Allohning tavfiqini belgisi bu. Chunki hamma ham o'qiy olmayapti. Ramazonda bir kun qoldirmasdan ro'zangizni tutasiz va bir kun qoldirmasdan taroviga kelasiz. Kelasiz, 8 rakatda chiqib ketmaysiz. Bu ham tavfiq. Nafl amallar, zikrlar, Qur'on tilovati, istig'for. Mana shu zikr ham Allohning tavfiqi bo'lmasa ayta olmaysiz. Ha, zikrda 1 oy, 2 oy domlangiz majbur qiladi aytasiz. Bu narsani, shuni mazasini totib qolganingizdan keyin, Allohdan tavfiq kelgandan keyin zikrda aytmagan kuningizni nuqsonli kundek his qiladigan bo'lib qolasiz. Quduqlar qazish, masjid madrasalarda bino qilish, yetim yesirlarda boshini silash, xayrli amallarda qoyim bo'lish, haloyiqqa foydali bo'lish, jamiyatga foydali bo'lish ham tavfiqi bor odamda bo'ladi. Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon va islom, ikkinchi alomati ilmga bo'lgan qiziqish, rag'bat, uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. Anna rajulan qala ya Rasululloh, ayyun nasi khayr. Bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Ya Rasululloh, odamlarning yaxshisi qanday bo'ladi? Qaysi odam odamlarning yaxshisi?" Rasululloh aytdilar: "Man tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun va amali chiroyli bo'lgani odamlarning yaxshilari. Bir odamning umri uzun bo'lib turib fisq fujurda bo'lsa, bu yaxshi odam degani emas. Umrni uzun bo'lishigini o'ziga yaxshi emas. Balki umri uzun bo'lib turib amallari chiroyli bo'lgani. Sen tavfiqli odammisan? Tavfiqning alomatlarining birinchisi iymon va islom, ikkinchisi shar'iy ilmlarga bo'lgan qiziqish, rag'bat, uchinchisi savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik.